Xullas biz ishlab chiqargan mahsulotlar bularning hammasini o'zim tayyorlayman va bu mahsulotlarimiz sertifikati bor. Juda ko'pchilik so'rayapti, sertifikati bormi, yo'qmi deb. Bor, mana shu mahsulotlarimiz sertifikati bo'lgani uchun men bemalol qo'rqmasdan gapirib chiqyapman. Va undan tashqari sana birda hujjating bormi deyishyapti. Nimaga bo'lmasa ekan, kerak bo'lsa meditsina sohasini ham va undan tashqari tabobat sohasini ham Allohga shukr o'qiganmiz va kerak bo'lsa guvohnomalarimizgacha bor. Alhamdulillah. Mana shu bizning tabiiy Viagramiz 5005 imiz. Hozir dastavkaga chiqib ketyapti. Xo'p, qarang, 3 kiloyu va 1 kilo mana asalga ikkitasidan sut qo'shib beryapman. Bu nech pul deganlar uchun? Bu mana shu mahsulot 2 million 100 mingga chiqyapti va qo'shilgan mana mahsulotlarimni 2 barobar dozasini ko'paytirib beryapman. Bitta asallar sut qo'shib berayotganimcha, hop, bu mahsulotni 1 million 800 ming so'mga chiqaryapman. Mana ko'rib turganingizdek, ular dozasi sal pastroq bo'ladi. Endi bu mahsulotlarda kimlarga mumkin degan uchun mana shu mahsulot mana Buxoro shahriga chiqib ketyapti. Buxoro viloyati G'ijduvon tumaniga ekan. Kamolniki mana ko'rib turing. Ikkita asallarni sutini chiroyli qilib sizni mahsulotingizga qo'shib beraman hozir mana. Ko'rib turganingizdek, xudo xolasa, mana shu mahsulotingiz mana двойной doza deb aytdingiz menga. Mana asallarni sutini ikkitasi qo'shiladi sizga как положено aka. Bu qo'shilgandan keyin buni iste'molini qilaverasiz endi. Mana mahsulotlarni dabafga qilib beraman. Bu mahsulot nimaga foydali degan uchun bu birinchi o'rinda erkaklik prostata shamollashlarni chiqaradi. Kurs lichiniyasi 3 oy. Shamollashlar chiqib ketgandan keyin ana undan keyin ikkinchi oyda har kuni payshanba bo'ladi. Uchinchi oyda endi ikkinchisiga ham uylanmasangiz bo'ladigan holatga keltirib qo'yadi. Mana akajon ko'rib turibsiz, mana shu mahsulotlaringiz tayyor bo'ldi. Inshaalloh bu mahsulotingizni olasiz, iste'molini qilasiz va duolarda bizni eslab turasiz. Faqat biz aytilgandek 3 oy lichiniya qiling. Lekin har kim qilmayapti. Qilganlar lekin yutib chiqyapti. Aziz birodarlarim, Alloh shuni sizga sabab qilibdi, rizq nasiba qilib beribdi. Shifosini toping inshaalloh. Amin. Allohu akbar.